Xitoy Sharqi Turkiston masalasida xalqaroning ko'zini bo'yash uchun yillardan beri o'rinlashtirib kelgan atalmish Xinjiang yaxshi joy temasidagi sinliq yig'inning bu qitimida Tunis xalqini nishonlagan bo'lib, yig'in Urumchi va Tunisda birla vaqtda o'tkazilgan. Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining xabarida qayd qilinishicha, oldingi hafta o'tkazilgan mazkur silliq yig'inni Sharqi Turkistondagi Xitoy doiralari bilan Xitoyning Tunisdagi bosh elchixonasi birlikda uyushtirgan. Yig'inga Xitoyning Tunisda turishliq bosh elchisi Jang Jangu, atalmish Uyg'ur avtonom rayoni amaldorlaridan siyosiy kengashining muavin raisi Nurum Ismoilxon, Tunisning Xitoyda turishliq bosh elchixonasi va bir qism axborot xodimlari qatnashgan. Tayland saqchi doiralari 14-iyul payshanba kuni Taylanddagi turmada 10 yilga yaqin vaqtdan beri tutib turilayotgan Uyg'ur tutqunlaridan 3 nafarining qochib ketganligini e'lon qilgan. Binar xabarlari to'rining bildirishicha, bu mazkur 3 nafar Uyg'ur tutqun o'sha haftaning 5-ida Bangkokning janubidan taxminan 320 kilometr yiroqlikdagi Chirachov Xirixan o'lkasida tutib turish o'rnidan qochib ketgan bo'lib, hozir saqchilar ularni jiddiy turda izlamoqda ekan. Turmadan qaçqan yuqorqi 3 nafar Uyg'ur tutqun 2013-yil 2014-yillar orasida Xitoydan qochib chiqib, Malayziya orqali Turkiya qatorliq bexatar davlatlarga qochish orzusi bilan Tayland chegarasidan qonunsiz kirganda qo'lga olingan ekan. Navbat Taylanddagi har qaysi turma va tutib turish o'rinlarida 52 dan 56 gacha Uyg'urlarning tutib turilayotganligi mo'ljallanmoqda. İtaliya Baş Ministri Mario Draghi hokimiyat beshidagi ittifoqdoshi bilan bo'lgan krizisdan keyin bosh ministerlik vazifasidan istiqbo beradiganligini e'lon qildi. İtaliya prezidentining bu qarorini qabul qilmaganligi xabar qilindi. İtaliyadagi Mario Draghi boshchiligidagi birlashma hukumatning sheriklaridan biri bo'lgan 5 yulduz harakatining hukumatning oilalar va korxonalar uchun tayyorlagan iqtisodiy yordam planining parlamentda ovozga qo'yilishiga qatnashmaslik qarori siyosiy krizga sabab bo'ldi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump New York jurnalining ziyoratini qabul qilganda 2024-yildagi prezident saylamiga baho berdi. U o'zining prezident saylamiga yana bir qatim kirganda g'alaba qiladiganligi ishonganligini bildirib, "Men bu masalaga qarata qaror chiqardim. Bu vaqtda endi hech qanday masala yo'q" dedi. Gerçi Trump o'zining qarorining nima ekanligini aytmagan bo'lsa-mu, ammo u noyabrda o'tkaziladigan parlamentning o'tir mezgillik saylamini ishorat qilib, "Men qarorimni chiqarib bo'ldim, faqat buni saylamdan ilgari yoki keyin e'lon qilishni saqlayapman" dedi. İsrailiyada rasmiy ziyoratda bo'layotgan Amerika prezidenti Joe Biden bosh ministri Yair Lapid bilan ko'rishdi. G'arbiy Quddusdagi uchrashishda Biden bilan Lapid Amerika bilan Isroiliya o'rtasida Eronning yadro quroliga qarshi Yerusalim birlashma strategik sheriklik xitobnomasini imzolagandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Biden Isroiliya Falastin masalasini hal qilishdagi eng yaxshi usulning ikki davlatlik hal qilish chorasi ekanligini aytdi. Yaponiya Baş Ministri Kishida Fumio sobiq Baş Ministri Shinzo Abening o'limida saqchilarni aybladi. Kishida 8-iyundagi saylam safarbarlik faoliyati jarayonida ochiq maydonda nutq so'zlagan Abening qaslab o'ldirilishida bexatarlik tadbirlarining yetarli emasligini aytdi.